Assalomu alaykum. Bugun biz Spark va Cobalt avtomobillarining transformatsiyasini ko'rib chiqamiz. Ikkita mashinani Spark va Cobalt transformatsiya qilish uchun bir-biriga to'g'ri joylashtirib, pozitsiyalarini tekshirib chiqamiz. Old balonlarni bir xil pozitsiyada bo'lishini ta'minlaymiz. Cobaltning ko'zlarini animatsiya qilish uchun Alt tugmasini bosib, ustiga bosib Cinema 4D programmasida ko'zlarni o'chirib ko'ramiz. Endi har bir kerakli elementni rul, bamper, balon, kapot va boshqalarni ajratib chiqamiz. Transformatsiya qilish uchun ularni qismlarga ajratishimiz kerak. Cobalt va Sparkni har bir qismini alohida ajratib ko'ramiz. Agar obyektlar birlashib ketgan bo'lsa, masalan, ikkita chap tomon eshiklar Cinema 4D Polygon modga o'tib, kerakli poligonlarni tanlab olamiz. Buning uchun U va F tugmalarini bosib, kerakli qismlarni tanlab chiqamiz. Har bir elementning anchor pointini animatsiyaga mos ravishda to'g'rilashimiz kerak. Misol uchun, oldida chap eshikni ushlab, Enable Axis ni yoqib, anchor pointni joylashtirib olamiz. Endi eshikning animatsiyasini ko'rsatib beramiz. Keyframe'lar qo'yib, Shift F3 tugmasini bosib, animatsiya oynasini ochib, keyframe'larni to'g'rilashni boshlaymiz. Sparkning eshigini animatsiya qilib bo'lgach, ayni usulda Cobaltning eshigini ham animatsiya qilamiz. Endi har bir detallarni animatsiya qilishni ko'rsatib beramiz. Balonlarni animatsiya qilishdan boshlaymiz. Avval balonlarning aksisini markazga joylashtirib, keyin pozitsiya va rotation animatsiyalarini ko'rsatamiz. Cobaltning balonlarini animatsiya qilishni davom ettirib, amortizatorni fracture orqali delay spring bilan qimirlatishni ko'rsatamiz. Endi oldi va orqa bamperlarni animatsiya qilishni ko'rsatib beramiz. Fracture yordamida bamperni bo'lish va keyin animatsiya qilish jarayonini tushuntirib o'tamiz. Orqa bagajni animatsiya qilishni ko'rsatib, curve'larni qanday to'g'rilashni o'rgatamiz. Oldi kapotni animatsiya qilishni ko'rsatib, curve'larni qanday to'g'rilashni tushuntiramiz. Dvigatelni fracture modda animatsiya qilib, segments va explode segments modlarini qanday ishlatishni ko'rsatib beramiz.
Interyerni Fracture Plane'da scale'ni 0 qilib animatsiya qilishni ko'rsatib, ichki qismlarni qanday ko'rsatish mumkinligini tushuntiramiz. Animatsiyalarning ketma-ket keyframe'larini to'g'rilashni ko'rsatib, masalan, Sparkning kapoti yopilganda Cobaltning kapoti ochilishi kerak bo'lishini ko'rsatamiz. Yakuniy bosqichda ikkita mashinani bir papkada jamlab, pozitsiya va rotatsiyasini animatsiya qilamiz. Shu bilan animatsiyamiz tugaydi. Va o'zingizga ma'qul bo'lgan render dasturi orqali kerakli ranglarga bo'yab olsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.